Assalomu alaykum azizlar. Mana ke Sarvinoz opamiz ketish tayyorgarliklari boshlandi. Nasibsa inshaalloh bugun yo'lga chiqish arafasida. Nasibsa nechiga? Ertalab tongda Ha, tongda minib ketasiz soat 4 ga. hozir Toshkentga ketsak, 4-5 soat yo'l yursak, ertalabki tongda nasibsa. Mana bu bizlarda Telegram gruppamiz, YouTube, Instagram, Facebook barcha tarmoqlarimizga bu video chiqadi. Nasibsa mana bemorimiz Hindiston davlatiga ketish uchun tayyorgarliklar boshlandi azizlar. Qo'limizdan kelgancha yordamda ayamaylik. Endi mana shu ihson qiluvchilarga mana shu ihson qilganlarga hammasiga bir yaxshi omin bersangiz nasibsa inshaalloh shu xalqimiz duoda bo'lib turib, qo'llab turibdi. Shu opa-singillarim, aka-ukalarim ihson qilib, menga e'tibor qilib qilganlar uchun rahmat, katta foydalaringizga sog'lik, tinchlik tilayman. Nasibsa eson-omon men ham Hindiston davlatiga borib kelay. Duoda bo'lib turingizlar, iltimos. Eson-omon sog'-salomat borib kelay. Shu menga ihson qilganlardan Alloh rozi bo'lsin, biriga ming bersin Allohim. Allohim eson-omon sog'-salomat borib kelmoq nasib qilsin. Amin. Aytganingiz kelsa nasibsa inshaalloh hammamiz endi ihsonda bardavom bo'lamiz. Aka-uka, opa-singillar qo'ldan kelgancha yordamda yemaylik. Mana opamiz o'zi yo'lga chiqish tayyorgarliklari boshlandi. Xudo xohlasa qo'limizdan kelgancha qo'llab turamiz endi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, hamma o'zini ehtiyot qilsin.